Diplomat universitetida ta'limda innovatsion texnologiyalar va sun'iy intellekt, moslashuvchanlik, qulaylik va teng imkoniyatlar mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Unda mahalliy va xorijiy olimlar, ekspertlar hamda soha mutaxassislari ishtirok etdi. Mazkur xalqaro ilmiy amaliy anjuman ta'lim tizimiga zamonaviy innovatsion texnologiyalar va sun'iy intellektni keng joriy etish, ularning imkoniyatlaridan samarali foydalanish masalalariga bag'ishlandi. Unda soha mutaxassislari tomonidan ta'lim jarayonini takomillashtirish, o'quv uslublarini yangilash hamda raqamli texnologiyalar asosida yangi yondashuvlarni shakllantirish yuzasidan muhim fikr va takliflar ilgari surildi. Bugun texnologiyalar shiddatli rivojlanib bormoqda. Ularga o'z vaqtida mutanosib choralar ko'rish, bizni o'zimizni faoliyatimizda o'sha sun'iy intellekt texnologiyalarini to'g'ri ishlatish, undan oqilona foydalanish va o'z vaqtida bularga mutanosib javob berish masalalari eng muhim masala sifatida ko'rilmoqda va o'ylaymanki bugungi bizni ilmiy amaliy anjumanimizda ko'tariladigan masalalar nafaqat deklarativ ahamiyatga ega bo'ladi, balki amaliy ko'nikma hosil qilishga yoki bo'lmasam bir amaliy natijaga bir yo'nalish ko'rsatish nuqtai nazaridan foydali bo'ladi deb o'ylayman. Albatta bu narsa xalqimizga, keng jamoatchilikka o'zini foydasini beradigan xalqaro miqyosdagi ilmiy amaliy anjuman bo'ladi degan umiddamiz. Tadbir doirasida shuningdek ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, o'quvchilarga bilim berishda qulay va zamonaviy muhit yaratish, teng imkoniyatlarni ta'minlash kabi ustuvor vazifalar muhokamalar markazida bo'ldi. Ishtirokchilar tomonidan sun'iy intellekt asosida ta'limni individuallashtirish, bilimlarni boshqarishning samarali metodlarini ishlab chiqish va ilg'or xalqaro tajribalarni joriy etish zarurligi alohida ta'kidlandi. Mutaxassislar fikricha, bunday anjumanlar nafaqat mavjud muammolarni aniqlash, balki ularning amaliy yechimlarini ishlab chiqish, innovatsion g'oyalarni ilgari surish va tajriba almashish uchun muhim platforma hisoblanadi. Natijada esa zamonaviy, raqobatbardosh va barqaror rivojlanayotgan ta'lim tizimini shakllantirishga xizmat qiladigan yangi tashabbuslar yuzaga kelishi kutilmoqda. Munison Majidova, Jamshid Nishonboyev, Poytaxt.